Tushda onlayn bozor ko'rishning ta'birlari. Yangi imkoniyatlar. Sizni oldingizda yangi ish, daromad yoki foydali tanlovlar bo'lishi mumkin. Savdo va rizq. Agar bozorda xarid qilayotgan bo'lsangiz, moliyaviy masalalar yoki foyda topish istagini anglatishi mumkin. Tanlov qilish zarurati. Ko'plab mahsulotlarni ko'rish hayotingizda muhim qaror qabul qilishingiz kerakligiga ishora bo'lishi mumkin. Zamonaviy hayot bilan bog'liqlik. Onlayn bozorni ko'rish, texnologiya, internet yoki masofadan ishlash va savdo bilan bog'liq fikrlar ong ostida aks etayotgan bo'lishi ham mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.